Tabibli, nima bo'lyapti? Nega u sog'ayish o'rniga yomonlashyapti? Qarang, hatto qon qusdi. Bu odatiy hol. Tanadagi zaharlar chiqishi oqibatida shunday holatlar kuzatilib turadi. Qanday yaxshilanishi mumkin? Ota, tezroq harakat qiling. Bobomdan ayrilib qolamiz. Xonim, iltimos uni davolashiga yo'l qo'ymang. Agar yana urinsa, eringizdan ayrilib qolasiz. Jim bo'l, ahmoq. Ovozingni o'chir. Yana davolash usullarimdan shubhalanyapsanmi? Yillar davomida tabiblik qilganman, adashmaganman. Meni qo'rqitmang. Sizga nima bo'ldi? Kechirasiz, hayotiy ko'rsatkichlari keskin pasayapti. Dadajon, Bo'lishi mumkin emas. jon, dada, bu nima degani? Nima bo'lyapti o'zi? Nimadir qiling. Bo'lishi mumkin emas. Yana urinib ko'raman. Yana urinib ko'rasanmi? Jan amaki avvaldan ojiz edi, hozir ham chiday olmaydi. Uni o'limini tomosha qilmoqchimisizlar? Tezroq meni qo'yib yuboringlar. Iltimos, qo'yib yuboring. Kengyuan, rostdan ham dadamni qutqara olasanmi? Albatta, menga ishon. Yaxshi. Agar otamni qutqara olsang, sen aytgan hamma talablarga roziman. Senga turmushga chiqaman va bolamizni dunyoga keltiraman. Qanday yaxshi. Ota, tezroq bobomni qutqaring. Qo'yib yuboring. Chetga o't. Chi usulini qo'llayman. Bu davolash usulini faqat ilohiy tabiblar qo'llay oladi. Tirilish. 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 9 igna. Tabibli. Shu la'nat qariya bobomni zaharlagandi. Endi esa o'zi zahar ta'sirida. Dadasi. Bu qanday bo'ldi? Tabibli. Ustoz, iltimos kechiring. Men xato qildim. Men Jankunning gaplariga ishonib, Jan xonadoni boshlig'iga zahar berdim. Sen Men xato qildim. Bilmay turib qildim. Iltimos, menga shafqat qiling. Janubiy viloyat gubernatori Jan oilasining yagona vorisiman. Menga tuhmat qilishga qanday jur'at qilding? Menda isbot bor. Telefonimda Jankun bilan yozishmalarimiz bor. Barcha ma'lumotlar shu yerda. Hozir ko'rsataman. Mana, ko'ring. Yaramas. 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 Soqchilar, uni olib keting. Men xato qildim. Iltimos kechiringlar. Jankun, bilib qo'y, shunchalar vahshiy odam ekansan. U juda razil odam. Men tug'ilganimdan keyin bu Jankun janoblarni ta'zirini berib qo'yaman. Men Jankun, seni shunday odam ekanligingni tasavvur ham qilmagandim. Sen dadamni zaharlading. Janlar xonadoni vorisi. Menga tushuntirib bera olasanmi? Tushuntiraymi? Nima deb izoh beraman? Hammasini bilib bo'ldingiz-ku axir. Bugun bu yerda ochiq aytaman. Qizingiz menga turmushga chiqadi. Bobolarimiz ham rozi. Demak, u meniki bo'ladi. Faqatgina meniki. Hech kim qarshilik qila olmaydi. Bekorlarni aytibsan. Qizim kimga tegishini o'zi hal qiladi. Agar xohlasa, osmonning podshohi kelsa ham unga rad javobini beradi. Dadajon. Qolaversa, men hech qachon qizimni sendek razil niyatli odamga bermayman. Ha, meni qizim hech qachon seniki bo'lmaydi. Juda yaxshi. O'zingiz bilasiz. Bu yo'lni o'zingiz tanladingiz. Endi mendan rahm kutmang. Dayam aka, odamlaringizni Ling-An shifoxonasiga yuboring. Ha, yana Janlar xonadonida nimalar bo'lyapti o'zi? Ularning nabirasi nikohsiz holda homilador bo'pti. Bundan bobosini xabari bormikan? Bu bizning Janlar xonadonini qasddan sharmanda qilish emasmi? Nima? Qanday qilib xotirjam bo'l. Men Janlar xonadonidan albatta hisob so'rayman. Jan Minxao, sizlarni o'lkingiz kelyaptimi, ha?
Kimga qo'ng'iroq qilganimni bilasizlarmi? Hozirgina qo'ng'iroq qilganim U Shan. Dada, Sishan kim o'zi? Jonlar xonadonining qaychindagi homiysi, ichki kuchning cho'qqisiga yetgan mahorat sohibi. Nima? Ichki kuchning cho'qqisi? Endi qo'rquvdan titrayapsizlarmi? Bu axlatni ko'zimdan yo'qotinglar. Avval tiz cho'ksin, boshini yerga tekkizib mendan uzr so'rasin. Keyin Jansui qornidagi bolani oldiradi. Shundan so'ng men uni o'zimga jazman qilib olaman. Shunda balki jonlaringni saqlab qolarman. Aks holda bugun bu yerdan hech kim tirik chiqmaydi. O'ziga ishonchi juda baland. Aslida poyafzalimni bog'lashga ham yaramaydi, lekin o'zini kuchli ko'rsatmoqchi. Ota, qo'rqmang. Menda hali biroz quvvat bor. Agar u yaqinlashsa, men sizga kuch beraman. Faqat bir iltimos, bundan keyin onam ko'proq nordon yeb, tovuq sho'rva ichsin. Nordon va tovuq sho'rvasi? Ha, bu meni quvvatlantiradi. Yaxshi, bo'ldi, muammo yo'q. Yunsu, endi nima qilamiz? Jonlar juda kuchli. Bobong yordam bera olarmikin? Sui ham uning nabirasi. Borib dadam bilan gaplashaman, albatta tushunadi. Tushunadi deysizmi? O'zi qo'ng'iroq qilyapti. Hay. Ko'taring. Alo, dada? Meni ota deb chaqirma. Men seni tanimayman. Qizing nima qilib yurganini bilasanmi? Xabaring bormi? Homilador emish. Tushunmadim, bu qanaqasi? Dada, tushuntiraman sizga. Nimani tushuntirasan? Jonlar seni ismingni tilga olib, bizni oila nomusini yerga urib tashlashdi. Darhol qizingni majburla, qornidagi bolani yo'q qilsin. Keyin janob oldida tiz cho'kib, uzr so'rasin. Aks holda butun oilang barbod bo'ladi. Keyin esa sen va oilang taqdiri menga ahamiyatsiz. Tushundingmi? Dada, iltimos. Avval faqat qizingizni o'zi tiz cho'kishi kerak edi. Endi yanada yaxshi bo'ldi. Siz ham tiz cho'kasiz. Ahmoq o'g'il, ahmoq. Men o'zimni bosolmayapman. Ota, ularni qilgan ishlari juda yomon. Nabirangiz turmushga chiqmasdan homilador bo'lib qopti. Axir siz jonlar bilan kelishuv qilgandingiz. Endi ular oldida nima degan odam bo'ldik? Yuzimiz shuvut bo'ladigan bo'ldi-da. To'g'ri, bobo. So'yi juda behurmat ish qildi. Oilani obro'yini o'ylamaydigan qiz ekan. Agar shunday bo'lishini bilganimda, o'sha payt uni turmushga berish uchun shuncha ovora bo'lmagan bo'lardim. Hozir muhimi jonlarning g'azabini bosish. Jonlar hozir kuchli. Ularning boshlig'i hatto ilohiy ibodatxonada ham hurmatga sazovor. Biz ular bilan urushishni xohlamaymiz. Bu vaziyatni qanday bo'lmasin yumshatishimiz kerak. Ha, to'g'ri. Xullas, dadangizni gaplarini eshitdingiz. Endi yaqinroq kelib, kechirim so'raysiz. Ahmoq o'g'il, ahmoq. Men o'zimni bosolmayapman. Ota, ularni qilgan ishlari juda yomon. Nabirangiz turmushga chiqmasdan homilador bo'lib qopti. Axir siz jonlar bilan kelishuv qilgandingiz. Endi ular oldida nima degan odam bo'ldik? Yuzimiz shuvut bo'ladigan bo'ldi-da. To'g'ri, bobo. So'yi juda behurmat ish qildi. Oilani obro'yini o'ylamaydigan qiz ekan. Agar shunday bo'lishini bilganimda, o'sha payt uni turmushga berish uchun shuncha ovora bo'lmagan bo'lardim. Hozir muhimi jonlarning g'azabini bosish. Jonlar hozir kuchli. Ularning boshlig'i hatto ilohiy ibodatxonada ham hurmatga sazovor. Biz ular bilan urushishni xohlamaymiz. Bu vaziyatni qanday bo'lmasin yumshatishimiz kerak. Ha, to'g'ri. Xullas, dadangizni gaplarini eshitdingiz. Endi yaqinroq kelib, kechirim so'raysiz. Tiz cho'kkan holda, balki kayfiyatim yaxshi bo'lsa, oilangizni jonini ham saqlab qolarman. Jankun, meni dadam shu yoshda seni oldingda tiz cho'kib kechirim so'rashlari kerakmi? Uyalmaysanmi? Oy, Jansui, bu ishlar hammasi sizni manfaatingiz uchun edi. Xohlasangiz amakim kelguncha kutib turing, lekin
kechirim so'rab tiz cho'kish uyatli ish emas edi. Sizni butun boshli oilangiz bizning g'azabimizdan qochib qutula olmaydi. Amakim qandayligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar uni qo'liga tushib qolsangiz nima bo'lishini tasavvur ham qila olmaysiz. Kechirim so'rang. Agar o'zim sendan kechirim so'rasam, oilamni qutqarasammi? Xo'sh, Dada, tiz cho'kmang. men bilan bahslashyapsizlarmi? Shu ahvolingizdagi? Voy, sizga oxirgi imkoniyatni beraman. Siz cho'kasizmi yoki yo'q? Jon amaki, men shu yerdaman. Tiz cho'kishingiz shart emas.